Assalomu alaykum barlik aziz tuqqanlar. Yaxshi yomonni uqqanlar. Çamgur yürüyüş komediya filmimizden aziz ko'rganlari. Hammalarning Qurban hayiti muborak bo'lsin. Do'stlarim vakolatan barcha aziz qarindoshlarning Qurban hayitini tabriklab turibman. Hammalarning hayitni xushal qaramliqda o'tkazishlarini umid qilaman. Ammo Qurbanlikning sho'rpisiga bizning Çamgurning so'zini tuqqanlar. Xayr bo'lsin. Hayitni yaxshi o'tkazishlarini umid qilaman. Alaylı qo'llagan taraflar. Nurluq saloni, Onutpırak saloni, Uzar saloni, Ortuş saloni, Bilimen saloni, Uy Ablacan saloni. Her shanba kuni soat 10'da ekrandagi ishki salonda tunjulab ko'rishimiz juma. Kam? Kom. O. Kaka. Hey, bu etigenning keşoş telefon oynab o'tirdi ekansan. Men sen o'qish bitirganimga xilib olib qoldi. Biroq xizmat qilsam olmamda. Men mo xizmat qilay degan aka. Ha. Shu mening talpim uyg'on xizmatimiz bo'lmasa qanday qilma? Sen qanday xizmat qilding men bitib biray? Men bag'o shu Ha. futom yani tegmaydigan. Ha. Mashinadan tushmaydigan. Ha. Qo'limdan pul ketmaydigan. Shacho'gilab yuradigan bir xizmat bo'lsa ekan. Shunday xizmat baxt teg'imman, degan topolmadim ben shu. Men topdim. Ko'chapsizda bilasat. Ha? Adaş yaxshimi? Yaxshi, yaxshi. Ma Urumchiga kelgandik-na adaş. Ha, odamlar Pulim tugab ketdi. Ha, yaqin jannat bo'lsin. Ha? Hey bu siz erteden kechgacha so'zlab yotqucha. Ma boshqalarning aldiga chiqib paxtasiniz bo'lmamda. Voy, men paxt so'g'oq keladi. Bu beshin yeydigan, ajab yotgan so'g'oq kelmayotgan ya sen. Türkiye oktayı tıdıgan aktivist çatlak. Bazı erzak kurtarma varsa bırak. Tamam bizge ne çıkıyor lan? 70 yaşta. Vay bu özü küçük olan acaba pulu hangiler buna? Yaxşı aka. Ha başkaları bir şey. Bana ne? Bu ne çıkıyor lan? Onu yüzüne bırak. Bana ne bana? Bu pinganın aka na küsbet yaxşı çıktı. Bu ne çıkıyor bu? 185 kö. Ne çıkıyor? 185 kö bırak. Bu ne? 30 kağıt verese? Aka şu 30 kö pulları birlik etim toptaçılar mamam la. Ya aka. Bunun yaman çatı çıkın bak ki. Bek çıkım ama. Bek çıkın bak. Adaş. Muş bazı kişiler ufkumda oğlanıp ayağımın yüzü qarasam bir nur bilan ko'rib qara. Bu qanday ish to'zadi? Adaş bu nur senin yanfınından çıkanlar qara. Ha. Yerin kechida ayolım senin ündidarını tekshirdikan. O'zing ehtiyot qiljima. Hey bo'ldi, ishmaydi. Birana sichima. Ha bo'ldi lan. Voy, abayingiz men pisa ketdik menga. Siz bir narsa iskech turgansiz ko'rib, men bir narsa qilaman. Nechta bo'ldi? 43 ga. Hey mushlarning hammasini shunda oldingiz lan. Ne oldi? Siz necha kunda bir qatim soqol olsiz? Bir kun 50-60 qiraq olaman-ku deyman. Hey bu normal emas-ku. Va shatirash tursa? Tugdima? Yo'q. Eng
mühim yeri keldi. Sen bir ağır kesel bilen ağırıp bakkanma? Ya. Lekin bir dostum kan keseli bilen tügep ketken. Hey, sen bir kızıl kirs şökan doktorxonasini bilmemden? Yo'q, bilmaydiganman. Hey, bilgan bo'lsang, u do'sting cho'qim saqayib ketgan bo'ladi. Voy qandaqsiga? U doktorxon degan qonni qayta ishlab chiqarish iqtidori to'salg'iliq kamqonlik, qon plazmasi tuvallash xarakterlik ko'kirish, yilik g'ayri ko'payish xarakterlik kasallik, asosiy jiddiy xarakterlik oqqon kasali, limfa o'smasi qatorliq kasallarni davolaydi emasmi? Balg'aroq desam mumkin. Ma filmni ko'ra, yana shunda do'stlaring bo'lib qolsa, mush film tavsiya qil. Ularmi cho'qim saqib ketadi. Assalomu alaykum. Mening ismim Abdullahat Musa. Bu yil 43 yoshga kirdim. Men 1992-yili 10-oyda bir zukamda sababi bilan doktorxonaga berib qonni tekshirsam, shu vaqtda qon ozliq kesangiz bor ekan degan diagnozni qo'yib, iliklarni tekshirgandan keyin xanzurcha zayshinjon shuncha qo'ygan, zayron degan qonni ilikni qon ishlab turish azizlab ketgan degan diagnoz qo'ydi. Shu mezgilda nurg'un doktorxonalarda davolandik, har xil dorilarni ichdik. Unumi toza yaxshi bo'lmay, o'sha 2002-yili doktorxonadan meni endi oxirgi bosqichga kelib qolsiz degan diagnozni qo'ydi. Shu jarayonda o'sha Xitoydagi o'sha qizil kirs qon kasalliklar doktorxonasida shu vaqtda anglagan, lekin ishonch bo'lmagan. Keyin buni bir sinab qilish o'yi bilan shu yili 2002-yili 4-oyda shu doktorxonaga bordik, Xitoydagi doktorxonaga berib, borgan vaqtimda qizil qon 3 gram, oq qon donasi 900, shu jobanda qo'ygan qonning yelimishliği. O yo'q, shu darajada og'iz burunlarning qon chiqqan darajada holatda shu berib davolandi. Davolanish jarayonida unumi shunday yaxshi bo'ldi. Bir yil davolanish orqali masalan qizil qonlar 11 necha, 11da 6 shu nima yetdi. Oq qon donasi 4 mingga chiqibdi. Shu joban 70 mingga chiqibdi. Shundan bilan qaytib keldim, 2003-yil 5-oyga qaytib kelgandan keyin, yani 6 oy dori ichdim. 6 oy dori ichib, normallashib, yaxshi bo'lib ketdi. Qaytib kelgandan keyin menga o'xshash, meni bilan tam ash kasal azobida atrofimdagi shu kasaldoshlarimga tavsiya qildim. Ularning tavsiyalarini anglab, meni ahvolimga qarab, saqib ketganimni ko'rib, ularni shu doktorxonaning dorisini ilib, shu yerga berib, ko'rib, ichib unumini ko'rdi. Ularni qaytib kelib, atrofdagilarga tavsiya qildi. Bu doktorxona hamda Şinjandagi bemorlar, nurg'un bemorlar bu doktorxona bilmaganligi uchun men chiqdimlab shu doktorxonaga berib, shular bilan so'zlashib, Şinjandagi bemorlarni va shu doktorxonani bilib qolsa degan asosda shu Urumchi shahrida namodagi Boxum Sarayning 405-ishxonasida shu qon kasalliklarga haqsiz maslahat berish o'rnini qurdim. Mush kasal azobini tortayotgan, to'g'ri davolash usulini izlayotgan har qaysi millat qarindoshlarimga bizning maslahat berish o'rnimizga kelib, maslahat berishini, ularning kasaldan tezroq asliga kelib turmushning xotirjam bo'lishini umid qilamiz.